Psoriaz kasalligini psoriaz toshma elementlarini ketkazadigan eng yaxshi mazlar, eng samarali va xavfsiz mazlar. Shunday mazlar suraylikki, psoriaz toshma elementlarini ketkazsin va terida asoratlar qolmasin. Bugun shu mavzu haqida gaplashamiz. Psoriaz kasalligini bilamiz. Psoriazi bor bemorlar ham bilishadi. Psoriaz vaqti bilan qo'zib turadigan kasallik hisoblanadi. U kasallikka, u toshmalarga mazlarni tanlashimiz har birimiz uchun muhim. Sababi psoriazi bor bemorlar bir umr u kasallik bilan birga yashaydi. Terida toshmalar bo'lmaydi. Parhez qoidalarga rioya qilsa, to'g'ri davolansa va asoratlar kuzatilmaydi. Jumladan, malhamlar, kremlar tanlashimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sababi dermatologiya fanida mazlarning tarkibida gormonlar bor. Xohlaysizmi yo'qmi, hammasida bor. Faqat bu fan mazlarning, kremlarning gormonlar kuchliligiga qarab 4 ta toifaga bo'lib olgan. 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi toifa. 1-chi va 2-chi toifa kuchsiz gormonal mazlar. O'ta kuchsiz 1-chi toifa, 2-chi kuchli, 3-chi va 4-chi. 3-chisi kuchli, 4-chisi o'ta kuchli gormon mazlar. Biz psoriaz kasalligi uchun, psoriaz toshma elementlari uchun 3-chi va 4-chi sinfdagi gormon mazlardan foydalansak, birinchidan samara bo'ladi. Effekt yuzaga chiqadi. Ikkinchidan, to'g'ri qo'llasak, terida asorat qolmaydi. 4 ta toifaga bo'lib oldik. Biz aytdik, 3-chi va 4-chi toifadagi gormonal mazlarni qo'llaymiz. 3-chi toifadagi bu tarkibida beta-metazon gormoni bo'lgan, 4-chi toifada klobetazol gormoni bo'lgan mazlardan, kremlardan foydalansak bo'ladi. Qanday foydalansak bo'ladi? Psoriazni 3 ta bosqichi bor. 3 ta bosqichi bor. Progressiv birdan qo'ziydi. Statsionar teri yuzasida turaveradi toshmalar. Va 3-chisi regressiv qaytadigan paytida. Shu davrlarni hisobga olib, psoriazda toshmalarni xarakterini hisobga olib, 3-chi va 4-chi toifadagi mazlarni qo'llaymiz. Agar birinchi progressiv, ya'ni qo'zib turuvchi davrida psoriaz toshma elementlarini yuzasida qipqsimon tangachalar qoplangan bo'ladi. Albatta bilingki, bu qipqlarni ko'chiruvchi mazlardan foydalanishimiz kerak. Bu 3-chi sinfdagi gormonal mazlar. Beta-metazon va tarkibida salitsil kislotasi bo'lgan. Beta-metazon gormon yallig'lanishga qarshi, salitsil kislota qipqlarni ko'chirib beradi. Progressiv davrida va statsionar davrida o'tayotgan paytda, aynan shu davrlar oralig'ida 3-chi sinfdagi mazlarni buyursak, qipqlar to'kiladi, yallig'lanish ketadi. Agar psoriaz kasalligi ancha yillardan beri bemorni qiynab kelyapti, regressiya davriga o'tgan, bu davr o'tib terining qalinlashuvi giperkeratoz bo'lib, yuzasida yupqaroq qipqili tangachasimon toshmalarning bo'lishi kuzatilsa, bu demak 4-chi davrdagi, 4-chi sinfdagi kuchli gormonal mazlarni qo'llaymiz. Surish tartibiga e'tibor beramiz. Surish tartibiga. Chunki meni qabulimga kelayotgan bemorlarda men alohida oldimga o'tkaztirib olib bemorimni alohida yaxshilab tushuntiraman. Boshqa tabletkalar va preparatlar bilan birga mazlarni qanday holatda qo'llash. Kuniga 2 mahal
2 haftagacha uzog'i bilan 2 haftagacha 14 kun davomida 2 mahal ertalab va kechqurun yupqa qilib psoriaz toshma yuzalarga suriladi. Bo'ldi, to'xtatib qo'yilmaydi. 15-kundan boshlab doza kamaytiriladi va bir mahalga tushiriladi. Hali tepada aytdik, mazlar tarkibida gormon bor. To'g'ri, 10 kunda ham yo'qolishi mumkin toshmalar, lekin 14 kun suriladi. 15-kundan boshlab bir mahalga o'tkazib olib, terida sezuvchanlikni pasaytirgan holatda gormon mazlardan chiqib ketishimiz kerak. Chunki shuni yodda tutaylik, bu mazlarni psoriazi bor bemorlarga alohida taklifimiz, maslahatimiz uzoq muddat qo'llab bo'lmaydi. Agar bordi-yu doimiy qo'llab yursak, terida shu gormonga nisbatan sezuvchanlik, ya'ni o'rganib qolish va terining atrofiyasi, terining oziqlanishi, trofikasi buziladi, terining rangi buziladi, terining ya'ni o'zgarishi, rangida o'zgarishlar, to'q jigarrang yoki terining dag'allashuvi, qalinlashuvi, terining xunuklashishi kuzatiladi. Shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Yana bitta muhim tavsiya. Psoriaz kasalligi endi yaqindagina chalindingiz, psoriaz kasalligini bildingiz. Ha, bu psoriaz ekan manda. Maslahatim 4-sinfdagi gormon mazlardan foydalanmang. Sababi hali tepada aytdik, psoriaz bor bemorlar bir umr shu kasallik bilan birga yashaydi. Agar biz birdan endi yangi boshlangan psoriaz toshma elementlar yuzasiga kuchli gormonal mazdan surishni boshlasak, undan quyida kuchsiz gormon mazlar ta'sir qilmaydi. Shu kalit so'z bo'lsin. Shu narsa yodingizda tursin. Shundagina psoriaz kasalligida qo'llanayotgan mazlarimizni to'g'ri taqsimlay olgan bo'lamiz va terini bu mazlarga o'rgatib qo'ymaymiz. Shunda terida rangi o'zgarmaydi, terining turgorligi, elastikligi, terining holati normal teriga o'xshab turadi. Albatta bu mazlar bilan davolash to'g'ri kamchilik qisman yetishmaydi, chunki ichkaridan berilayotgan tabletkalar, inyektsion usullar, mushak ostiga, vena orasiga berilayotgan dori-darmonlarimiz bor. Oldingi videolarimizda ham bu narsalarni aytib o'tganmiz. Bizlar eng ko'p shu savollarga yo'liqamiz. Aynan qaysi mazlar, qanday, yoki vrach huzuriga kela olmaydigan bemorlar uchun ham bu yaxshi, muhim tavsiya deb o'ylayman. Shuning uchun bu mavzuda suhbat qilishni qaror qildik. Maslahatim terini shu yuqori sinfdagi kuchli gormon mazlarga o'rgatib qo'ymaslik kerak. Va har bir mazni yoki shu kasallikni davolash albatta vrachning maslahati bilan bo'lgani yaxshi. Agar yana bitta narsa, psoriaz toshma elementlarida quruqlik ketib, namlik yuzaga chiqsa, mazdan oldin 20 minut oldin yoki 30 minut oldin uni qurituvchi vositalar bilan fukartsin yoki kastilyanka deydi. Besvetniy yoki svetnoy, rangli, rangsiz turlari bilan quritib olib, yarim soatdan so'ng haliga aytgan mazlardan foydalansak, shunda yaxshi effekt bo'ladi, yaxshi samara beradi. Biling, nam holatda, nam toshmalar yuzasida krem yoki mazlarni surish mutlaqo mumkin emas. Sababi so'rilmaydi. Shu namligicha nam holat mazni so'rilishiga yo'l qo'ymaydi. Pilchirab qoladi. Terida o'zgarish yuzaga kelmaydi. O'sha toshma elementlar holaticha qolib ko'rinaveradi va samara bermagandan keyin bu mazlarning nojo'ya ta'siri teriga o'tishi mumkin. Shu narsalarni esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, unutmang, bu teri kasalliklari, ya'ni psoriaz kasalligini davolashda mazlar bilan to'liq yechim emas, to'liq davo emas, kompleks davo, umumiy taktik davo ichkaridan berilayotgan dori-darmonlar bilan birga to'ldirilsa, psoriaz kasalligi uncha-munchaga bezovta qilmaydi. Teringiz toza bo'ladi, asoratlar yuzaga chiqmaydi. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilab, bugungi videomizni yakunlaymiz. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.